Assalomu alaykum YouTube kanalımıza obunachilar. Yana bir ustanov ukamiz o'zlarimizning bag'ash sentrida bo'ldi. Neti kuxni mebel ishlab berdik. Kuxni mebelimiz ko'rishingiz mumkin. Seri sivetda ishlab berdik. Bezurishcha variantda bo'ldi. O'sha kuxni mebelimiz 460 bo'ldi uzunasi. Shunday etib 1 metrini 2 million so'mdan ishlab berdik. O'sha 9,5 million so'mga bitgan kuxni mebelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Balandchi qismi 80 cm oldu. Korobka kısmı 40 cm oldu. Standarttan 10 cm uzun oldu. Görüşleriniz mümkün. Şunu etip çok yol çıktı mebelimiz. Bu mebelimize koygan mekanizm cihatlarından tanıştırıp ötemen stolları en yaxşı stollardan, İran stollardan koyup verdik. 100% puka plastik oldu. Görüşleriniz mümkün. Hiç yerinde kopkan, uçkan kısımları yok. Mexanizmleri, en yaxshi mexanizmleri. Mexanizmlarga, stollarga 1 yil garantiya qo'yib beramiz. 1 yilning ichida mexanizmlarimiz asilib qolsa, stollarimiz yomonsa chishib qolsa, besplatniy servislarimiz bo'ladi. Gazlarni ulab, o'tishkalarni ham ishlatib taqlab berdik. Mo'ykalarni ham yaxshi mo'ykalardan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bellarning tortmalari, ichlari panel bo'lmaydi, indek bo'ladi. 30-40 kilogacha ko'taradi. Tandem mexanizmdan koyup verdik. Görüşleriniz mümkün. Vakumlu en yaxshi mexanizmlardan koyup verdik. Akrillerden, sıfatlı akrillerden koyup verdik. Kime şunday hizmetler gerek olsa özlerimizden müracaat edebilirsiniz. Telefon rakamlarda, ofisyaniyada, kommentariyada kaldıraman bemalol telefon olup zakaz verişiniz mümkün. Xorazm bo'ylab dastlabki ustanobga besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda borib ustanib ketib beramiz. Kanalga abone bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tirib beramiz.